Bitta qozonda kotleta, garnir, podliva pishirganmisizlar? Shunaqa sochni yumshoq kotletalarni ko'p idishlar ishlatmasdan bitta qozonda hammasini pishirib olamiz. Podlivalari quyuqqina shunaqa non botirib yeyishli chiqadi-da. Qiyma, ivitilgan 2 bo'lgan non, bitta kichkina piyoz, bir dona tuxum, ziravorlar hammasini yaxshilab aralashtirib kotletalarga qo'limiz bilan shunaqa qilib forma beramiz. Kotletalarni qozonga ko'proq yog' solib qovurib olamiz. Hamma kotletalarni qovurib olgandan keyin kerakli yog'ni qoldirib, qolganini olib qo'yamiz. O'sha yog'ga kartoshkani solib yaxshilab qovuramiz. Bitta piyoz, kichkina qizil sabzini ham mayda to'g'rab solib qovuramiz. Bir qoshiq tomat solib qovuramiz. Diqqat qiling xonimlar, ovqatni sirli joyiga keldik. 2 osh qoshiq un, 1 choy qoshiq shakar solamiz. Un podlivani quyiltiradi, shakar tomatni nordon mazasini ketkazadi. Suv solib qaynab chiqqandan keyin 20 minut past olovda qopqog'ini yopib dimlab pishiramiz. Endi kotletalarni qaytarib qozonga solamiz. Ustiga lavrover list, bir bo'lak sariyog' solib yana 10 minut dimlaymiz. 40 minutda shunaqa mazali yumshoq taom tayyor bo'ladi. Ko'p idish ishlat. Dunyodagi eng mashhur nonushtalardan biri hisoblangan ovsyankali kashani bugun sizlar bilan birga tayyorlaymiz. B guruh vitaminlariga juda ham boyligi bilan ajralib turadi. Tarkibida murakkab uglevodlar ko'p bo'lganligi uchun uzoq vaqt qorinni to'q tutadi. Doim po'pida yuradiganlar va bolalar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Issiqligida sariyog' va asallar bilan dasturxonga tortamizda yana ham foydali bo'lish uchun meva va yong'oqlardan foydalansak bo'ladi. Tatib ko'rgan bo'larmidingiz?